Assalamu alaykum hörmətli Uyğur TV görürmenleri. Bugün 2019 yıl 5 fevral G'ulji vaqasının 22 yıl xatirlash murasimida naq maydonda xabar elib beryapmiz. Diqqatinglar xabarimiz bo'lsin. Assalomu alaykum, qanday holingiz? Va alaykum assalom, alhamdulillah yaxshi. Oldi bilan ekrandagi ko'rmanlarimizga o'zingiz bir tunitib o'tgan bo'lsangiz. Men Nozgum jamiyatidagi Ilnur xonim bo'lman. Ya'ni Nozgum Kültür Aile Medeniyet jamiyatidagi bizning bugun bu fəaliyyətimiz yılda davam qılayotgan fəaliyyətlərdən biri. Bu fəaliyyətimizə biz Nozgumdakı məsələlərini ko'rgazma qilish, onun başqa jazolarga aloqador rasmlarni ko'rgazma qildik. Bugün bu münasibət bilan ham bu fəaliyyətimizni davam qilish maqsadimizni özümüz qallımız aniq bo'lgan asosda ham nurg'un qiyindoshlarimizniki bir kelishgan maqsadni tushungan asosda qatnashquchilardan biriman. Rahmat. Bugün G'ulji qatliamining 22 yilligining fəaliyyət oldu. Bu yerdə bu yığında bo'lgan söhbətlərdən təsiratınızı sözləb bergan bolsanız. Bu fəaliyyətlər yılda 2 ayının 5-i ötküzülüyotidu. Gerçi bu fəaliyyət G'uljida 97 yılı bo'lgan vaqa bo'lgan bilan, lekin bugungi bu fəaliyyətimiz boshqa yillarga qaraganchaqda farqli bo'ldi deb qarayman. Çünkü bugünkü fəaliyyətdə yaqında şehit qilingan ustozlarimizdan 5 ustozimizni alayida təbrikləgan bu keçilikdə ularning ish izlarini namoyon qilgan bo'ldik. Endi bundan biz nimani his qilamiz degan chaqda zolim Xitoyning zulmi kundan kunga shunchalik eshiyotidu. Biz tasvirligisiz, balkim biz bilmagan, biz bilinmagan, ismlari tilga ilinmagan, balkim biz ularni burun bilib baxmagan, hozirmi kuniga har kundagidek shundaq bizning ustozlarimiz, qarindoshlarimiz qatnam qilayotgan bo'lishi mumkin. Lekin biz bularningki bugungi fəaliyyətimizdə bu 5 ustozimizningki tarixini, ishlarini, bizi qoldirgan ulgularni texim yaxshi tunib yetdik. Bizning bularningki fəaliyyətimizdə faqat G'ulji vaqasini xotirlash bo'lmasdan har bir burun shehid qilinganlar va kelgusida shehid qilinganlarning bir xotirlaydigan kun ekanligini his qildim. Assalomu alaykum aka, qanday holingiz? Alaykum assalom, qanday bo'lasiz? Aka, oldi bilan o'zingiz bir tunitib o'tgan bo'lsangiz. Assalomu alaykum. Mumkin ko'rinmanlar, hammalarning mush vaqtinlar xayrli bo'lsin. Men G'ulji So'ydandan ismim Dilshod bo'ldi. Biz hammalarga ma'lum bo'lish bo'lganga o'xshash vatanimizdagi Sharq Turkistonda bo'layotgan zulmlar hammamizning beshiq kelyotidi. Ko'rinmanlarning hammasi bilib yetyotidi. Mana bugungi mana ta'sirotimiz mana 1997 yillari 5 fevral bo'lgan mana G'ulji qatlamining mana shehidlar kechilib o'libdi. Yomon ish qilib ko'nglim bir tarafdan so'yingan bo'lsa ekan, qarindoshlarimizni yig'ilib birlikda duoga bir tarafdan ko'nglimiz yerim bo'ldi. Shu shehidlarimiz hamda Alloh hammamizning tinni salomat ishlarini bundagi vatan davoyimizni utuqliq, barakatli qilib berishini umid qilaman.